Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mening ismim Nazokat, familiyam Yusufjonova. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktoriman va hozirgi kunda ustozim professor Qozoqboy Yo'ldoshev bilan hamkorlikda fan doktorligini himoya qilish arafasidaman. Lekin bugungi suhbatimiz men ham xuddi siz kabi bola bo'lgan paytlarim haqida va o'sha paytdagi orzularimning bugun qay darajada amalga oshgani haqida suhbatlashamiz. Odatim bor edi, men o'zim katta bo'lganimda qanday bo'lishni xohlasam, qayerlarda ishlashni xohlasam va hattoki necha yoshda mana shu ishni amalga oshirishim kerakligini istasam, shularni hammasini yozib borardim. Men bolaligimdan adabiyot fanini juda ham yaxshi ko'rganman. Biz maktabda o'qiyotgan paytlarimiz G'azalxon yoshligim degan tanlovlar o'tkazilardi. Men har yili mana shu tanlovlarda qatnashar edim. O'sha qatnashish chog'ida mendan televideniya yoki bo'lmasam radio muxbirlari intervyu olishardi. Mana shu intervyularning birida O'zbekiston radiosidan kelgan muxbir Shokir aka Siddiqov, siz mana shu O'zbekiston radiosiga, Kelajak tongi studiyasiga kelsangiz bo'lar ekan. Bu yerda bolalar eshitishlari yoziladi. Siz mana shu eshitishlarini o'zingiz ham yozib yoki muharrirlarimiz yozgan rukunlarni o'qib bersangiz bo'lar ekan deganlar. Ichim yonib, ko'zlarim yonib borganman radioga. Ishonsangiz, 8 yil davomida mana shu O'zbekiston radiosida bolalar uchun berilgan eshitishlarni olib borganman. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Havo to'lqinlarida Kelajak tongi studiyasining kichkintoy va shirintoy eshitirishi deb boshlanardi har bitta eshitishimizni o'sha assalom qismi. Mana shu radio eshitishlar chog'ida televideniyada filmlarni dublyaj qilishga kasting e'lon qilishdi. Men juda ham filmlarni o'sha ovoz berish jarayoniga qiziqar edim. Uyda ham filmlarni ko'rsam, o'sha aktyorlarni, aktrisalarning so'zlarini yodlab olardim-da, o'zimcha aytib yurardim. Boyvachcha Rich degan filmni siz ham ko'rgansiz. Mana shu filmda Gloria obraziga ovoz berish uchun kastingga chaqirishdi. Biz bitta qahramonga ovoz berishga kastingga 52 ta qiz borganmiz. Nima balo, osmondan tushganmisan? Dunyodagi eng badavlat bola shu bo'ladi. Mana shu bitta gapni qayta o'qib, yodlab, hayajonlanib 52 ta qiz mikrofonga kelib aytib berganmiz va mana shu kastingdan meni tanlab olishgan va men 50 ga yaqin filmlarda film qahramonlariga ovoz berdim. Bu ham o'ziga yarasha mashaqqatli jarayon. Va meni yana bir orzuyim o'sha maktab darsliklarini varaqlar ekanman. Ayniqsa adabiyot darsliklarida asarlari berilgan, she'rlari berilgan shoir yozuvchilarni rasmlariga ham diqqat bilan qarardim va kun kelib mening ham mana shu kitoblarda rasmim bo'lishini xohlardim. Oradan yillar o'tdi. Men filologiya yo'nalishida tahsil oldim. Maktab darsliklari yangilandi, yangi avlod darsliklari yozildi va faxr bilan ayta olamanki, bugun 5-sinf adabiyot darsligida mening ham ism familiyam bor. Faqat yozuvchi yoki shoira sifatida emas, mana shu darslik muallifi sifatida. Ishonamanki, sizning orangizda ham kundalik tutib, o'zining orzularini, rejalarini yozib boradigan o'quvchilar bor va bu juda ham yaxshi niyat. Agar ichingizda yozmaydigan o'quvchilar bo'lsa, albatta bugundan boshlang, chunki orzular ushalish uchun, aslida ro'yobga chiqish uchun keladi sizning xayolingizga va ularni yozib qo'ysangiz, demak siz mana shu orzularni amalga oshirish uchun birinchi qadamni tashladingiz hisob.